Do'stlar, video boshlanishi uchun videoga like bosib, oldindan obuna bo'lib qo'yish mumkin. Mening ismim Bilol va bu mening hikoyam. Bu voqea men taxminan 15 yoshda bo'lgan paytimda sodir bo'lgan. Hammasi yozgi ta'tilda boshlandi. Do'stlarimdan biri Muzaffar menga va yana ikki do'stim Anvar va Javohir 3 kunlik dam olish uchun uning plyajiga va kottejiga borishni taklif qildi. Men onamdan ruxsat so'radim va u rozilik berdi. Sumkamni yig'ib oilam bilan xayrlashdim. Biz yetib borganimizdan keyin Muzaffarning onasi o'zining mashhur yeryong'oqli pechenyelardan tayyorlab berdi. Keyin esa hammamiz ko'lda suzish, qumda voleybol o'ynash kabi qiziqarli ishlar bilan band bo'ldik. Ammo o'sha kechasi hammasi boshlandi. 90 daqiqa vaqtimiz bor, keling o'rmonga sayr qilamiz, dedi Muzaffar. Qorong'u-ku yigitlar, ertalab sayr qilsak bo'lmaydimi, dedi Anvar. Endi bunday zerikarli bo'ladi-da, dedim men. Agar hamma rozilik bildirsa, men bormoqchiman. Hamma rozi bo'ldi, yo'lga tayyorgarlik ko'rdik. Muzaffar fonar olib chiqdi, Anvar va men chiroq oldik. Javohir esa o'zi bilan o't o'chirgich va zajgalka oldi. Zajgalkani tushundim, lekin o't o'chirgichni nima qilasan, dedi Anvar. Kim biladi nimadir bo'lishini, shuni olib tur, deb javob berdi Javohir. Shunday qilib, orqa eshikdan chiqib, o'rmon yo'lagi bo'ylab yurib ketdik. Taxminan 5 daqiqadan keyin chap tomonimizdan plyaj tomondan g'alati ovozlar eshitila boshladi. Ovoz yaqinlashgani sari shubhalana boshladik va bir zumda doira bo'lib har tomonimizni kuzata boshladik. O'sha paytda bir erkakning baland ovozda baqirayotganini eshitdik va u biz tomon tobora yaqinlashayotgan edi. Fonarimni ovoz kelayotgan tomonga tutdim va ko'rgan narsam meni dahshatga soldi. Taxminan 70 yoshlardagi chol qo'lida nimanidir ushlagancha oyni tomosha qilib turar edi. Men buni do'stlarimga ko'rsatdim va ular ham xuddi mening kabi hayratda qolishdi. Ammo Anvar qandaydir narsani bosib qattiq ovoz chiqardi va bu cholning e'tiborini tortdi. Chol biz tomon qaradi va qo'lida nima ushlab turganini ko'rsatdi. Ko'rgan narsam menga dahshat solgan edi. U bolta ushlab turardi. Chol bizga qarab to'liq kuch bilan yugurib keldi. Biz dahshatga tushgan edik, ammo o'sha paytda Javohir oldinga chiqib o't o'chirgichni uning yuziga purkadi va uni vaqtincha ko'r qilgan edi. Bundan foydalanib biz kottejga qarab yugurdik. Hammamiz charchagan va qo'rqib qolgandik. Cholning bizni yana topishidan qo'rqardik. Shu sababli militsiyaga qo'ng'iroq qilishni xohlamadik va Muzaffarning onasidan bizni ertasiga uyga qaytarishini so'radik. U bunga rozi bo'ldi. Bu voqeani hech qachon ota-onamga aytganim yo'q, chunki ular menga ishonmaydi deb o'ylagan edim. Ba'zida o'sha voqeani eslayman va o'zimdan so'rayman. Agar Javohir o't o'chirgichni olib kelmaganida nima bo'lar edi? Balki biz o'sha yerda o'lib ketar edik.